أطواق الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة 100. yüzüncü makale ekan. La tukaddir dinaka bil ma'siyah. Dinini ma'siyat bilan, gunoh bilan loyqalatma. Lam tarda li sharabika illa an yurawwaq va an yusaffa va yusaffaq. Yurawwaq hali filtrdan süzgüçten ötkazishda aytar ekanda. Saffaqa deb bir idishda ikkinchisiga quyishda aytar ekan. Xo'p, sen o'sha ichimliging o'shaqacha süzgüçten o'tkazilib, top toza bo'lganda va yusaffa ham shunaqa top toza qilinganda va bir idishdan ikkinchisiga quyilib, hali quyqasi narigi idishda qolib, shunaqa top toza tiniq bo'lgan paytda keyin ichasan. Bo'lmasam unga rozi bo'lmaysan, unaqa qilinmasa unga rozi bo'lmaysan. Nopok loyqa suvni icholmaydi kas, süzgichdan o'tmasa tomoqdan o'tmas. Shunaqa. Loyqa suvni icholmaydi odam. Va shu süzgichdan o'tmaguncha tomoqdan ham o'tmaydi. Shunaqa. Va illa ramayta bi mujajatihi va rubbama anhayta ala zujajatihi. Mujaja deb so'lagida aytar ekan, tupigida shu tupigingga qo'shib buni otib yuborasan, tuflab tashlaysan. U haligi nima bo'lsa o'tmaydi-yu tomoqdan, endi quyqasi bo'ladi. Va gohida endi balki deyapti-da, balki hatto idihiga ham qasd qilarsan, idihini ham sindirib tashlarsan, jahling chiqib ketib deyapti-da. Anhayta o'sha yergacha borishan, idishigacha tajovuz qilib borarsan deyapti-da. Xo'p, loyqasini tashlaydi tuflab sidirib, kosasini tashlaydi otib sindirib. Shunaqa. Loyqasini tuflab sidirib tashlaydigan bo'lsa, jahli chiqsa, ya'ni kosasini ham sindirib tashlaydi, bu dabdala bo'ldi deb. Shunaqa qilasan endi. Agar taniq bo'lmaydigan bo'lsa. فكيف رضيت لدينك بالقضاء والمؤمن لا يرضى لدينه بذا. Yani qanday qilib diningni shunaqa loyqa bo'lishiga, kir bo'lishiga rozi bo'lasan. Sen ichadigan ichimligingga rozi bo'lmaysan, qanday qilib diningga rozi bo'lasan. Shunaqa uni loyqalanishiga, kir bo'lishiga rozi bo'lasan. Mo'min odam diniga bunaqa bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Diniga bunaqa loyqali yetishiga hech rozi bo'lmaydi mo'min odam. Deyapti-da. Nahot dinning suvchalik ham qadri yo'q. Nahot sening shu holatdan ko'ngling to'q. Nahotki dinda shu suvchalik ham qadri bo'lmasa, nahotki sen shu holatdan ko'ngling to'q bo'lsa, qanday qilib rozi bo'lasan? Qanday qilib ko'ngling to'ladi bu narsaga? Chekkan suvimizga o'xshab dinimiz ham sof bo'lishini Alloh nasib qilsin. Ey bizni ota-onalarga o'zi rahim qilsin. Parvardigor o'zing rahim qilgin. Xo'p, endi shu bilan 100-maqola ham nihoyasiga yetdi, kitob ham nihoyasiga yetdi. Endi hammamiz shundan o'qib ta'sirlanishimiz, shundan bir yaxshi narsa olishligimizni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar azizlar. Yana endi boshqa kitoblarda ko'rishguncha. Xayr. Duolaringlarda men faqirni ham eslab qo'yinglar. Salom.